Hozir sizlar bilan Sonic blockchain'idagi kelajakda bo'ladigan airdrop loyihasini ko'rib chiqamiz va hozir qanday daromad qilish mumkinligi haqida ham gaplashamiz. Ko'rib turganingiz bu Sonic Labs ofitsial dokumentatsiyasi qancha token tarqatishi va qachon bo'lishi haqida qisqacha ma'lumotlarni bilib olamiz. Ko'rib turganingizdek, periodga, tarjimaga e'tibor bermaysiz. Yandex period shunday ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda yozilishicha 190 million 500 mingta Sonic tokeni odamlarga tarqatiladi airdrop hisobida va Sonic birinchi o'rin blockchain bo'lib, bu eski Phantom hozir katta rebranding qilib, o'z nomini o'zgartirib va komandada yangiliklarni qilib, rebrandingdan keyin o'z tokenlarini ularda saqlangan Phantom hozir esa S tokenlarini tarqatishni rejalashtirgan. Bu narsa iyun oyiga to'g'ri keladi. Ularning ofitsial ma'lumotlariga qaraganda Twitterda ko'rib turganingizdek, endi sizlar bilan qanday qilib bu yerda pointlarni yig'ish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Pointlardan kelib chiqib, siz airdrop olasiz kelajakda. Ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda eski USD stakenli USD va V-stakenli USD degan bor. Ular X6 point beradi. U degani siz bitta point emas, X6 6 ta point olasiz degani. Shu aktivlarni o'z hamyoningizda Sonic setida tutib turganingiz uchun. Faqat tutib turganingiz uchun strategiyasiz hech nimasiz. USDC degani USDCni o'zini nativniy USDC bor, u Circle tarafda ishlab chiqariladi. Emitenti Coinbase va Circle hamkorlikda ishlab chiqarishadi. Bu esa USDCni Sonic blockchainiga ofitsialniy ko'prik most orqali ko'chirilgan turi hisoblanadi. Bu uchun siz 5x pointlarni olasiz. Hamyoningizda tutib turganingiz uchun stable coinlaringiz juda yaxshi natijada bo'laman. Misol sizda 1000 yoki 2000 dollar pul bo'lsa, shuni Sonic blockchainiga tashlab qo'ysangiz, Monster ko'prik orqali siz pointlarni yig'ib, iyun oyida airdrop olishingiz mumkin. Airdrop katta bo'lmasligi mumkin, lekin yo'qdan yaxshi. Hech nima qilmaganingiz hisobiga. Qolganlari Sonic tokeni, V-Sonic stakenli, Z-stakenli Soniclar va Z-stakenli Ethereum va Most orqali olib o'tilgan Ethereum va Bitcoinlarni ko'rishingiz mumkin bu yerda. Qolganlari bizga qiziq emas. Bu yerda BNB, Sol, BTC degan, ulardan men o'zim foydalanmayman va ular uchun pointlar juda kam. Shu sababdan ulardan foydalanishni sizlarga ham maslahat bermayman. Endi sizlar bilan hozir ko'prik haqida gaplashamiz. Bu Rina Finance, bu ofitsialniy ko'prik bo'lmasa ham Sonic va L2 va Ethereum podobniy saytlardagi ko'prik hisoblanadi. Bu ko'prikni nimaga maslahat beryapman? Chunki bu ko'prikda siz, misol men hozir o'z efirlarimni Sonic blockchainiga olib o'tishim mumkin va shu yerda mana shu galashkani olib qo'ysam, men 2 dollar tanlasam, Sonic blockchainida komissiyalarini to'lash uchun menga ham Sonic beradi, ham o'z efirlarimni Arbitrum setidan Sonic setiga o'tkazib olaman va 2 dollar Sonic uchun beradi. Sonic setida komissiyalarni to'lash uchun va tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun. Hozir birjadan o'z hamyonimga pul chiqarib, sizlarga primerda ko'rsatib beraman, qanday ishlashini va Mostdan qanday foydalanishni. Keling endi sizlarga qanday qilib ko'prik Most orqali o'z aktivlaringizni Sonic blockchainiga, setiga o'tkazishingiz mumkinligini ko'rsataman. Buning uchun bu aytganimdek Rina Finance Bridge ko'prikka kiramiz saytga. Undan keyin men hozir aktivlarim testda aktiv tashladim. Core
koshelyokka основной AVAX setida ishlaydi, lekin bu yerda L2 setlari ham bor. Bu yerda Arbitrum setini tanlaymiz va ko'rib mana bundagi bor hamma nimani efir tokenlari hozir most orqali Sonic tokeni yotqizaman. Bu yerda hozir kamroq filmni tanlash kerak aktivlar o'tishi uchun. $50 tashlagan edim. Hozir ko'prik o'rtacha $2 komissiyon edi va $3, $2,5 koshelyokimizda qolishi kerak. Chunki komissiya to'lanadi bularda. Shu tarafda. Kattaroq summa bilan bu strategiyadan foydalanishni maslahat beraman, chunki bu yerda $50, $100 bilan ishlaydigan bo'lsangiz, hozir misolda ko'rsatgandek $2-3 har bir ko'prikdan o'tkazgani uchun olishi mumkin, lekin tranzaksiyalarning o'zi Sonic protokolida juda arzon, Solana setiga o'xshaydi, plus-minus shunaqa. Misol uchun. Burada hozir $45lik efir olaman va $2 Sonic S tokenini olaman. Bu bo'yatganlik komissiyalarni to'lash uchun. Ko'prik orqali o'tkazgan aktivlarim, efirlarim keldi koshelyokka. Endi sizlar bilan birinchi strategiyani ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga BETS DEX birjasi kerak bo'ladi. Bu Balancer eng katta birjalarning biri kopiyasi deb nimani aytyapman? Bu yerdagi smart kontraktlar Balancer smart kontraktlaridan olingan. Ular to'shna shunday holda ishlaydi. Kopiyasi bo'lgani uchun va Sonic boya aytganimdek EVM setlarga kiradi. L1 EVM set. Shu sababdan boshqa efirdagi smart kontraktlarni bu Sonic blockchainida ham zapuska qilsa bo'ladi. Bu BETS DEX birjasi. Bu yerdagi 3 ta strategiya bor. 3 ta strategiyani tez aytib o'tib ketaman. Qanday ishlashini, qanday foydalanish mumkin va qanday qayerda daromadni ko'rish mumkin. Birinchi strategiyamiz bu stable coinlarda USDC va SC/USDC. Bu yerda siz likvidnost berganingiz uchun 10x point ishlaysiz, 12x point ishlaysiz. 10x point bu USDC uchun boya ko'rganimizdek bu yerda 5 ko'rsatilgan edi. Keling kirib ko'rsataman. USDC uchun 5x point ko'rsatilgan va SC/USDC uchun 6x. Bu yerda shular 2 barobarga ko'payadi, chunki siz bu yerda likvidnost berib turibsiz aktivniy pользователь sifatida. Shu sababdan pointlaringiz ko'proq bo'ladi va bu strategiya yana bir foydali plus tarafi shundaki, bu yerda stable coin bo'lgani uchun siz bozor volatilligini sezmagan holda daromad qilasiz. Ikkinchi strategiyamiz bu S tokeni va STS tokeni. STS tokeni bu liquidity staking qilingan S tokenlari. Bu yerda ham siz agarda sizda Phantom yoki S tokenlari bo'lsa, bu strategiyadan foydalanishni maslahat beraman. Agarda sizda u tokenlar bo'lmasa, ularni maslahat bermayman, chunki ularni bepul olish imkoniyati bor. Airdropdan va shu yerdagi protokollardan foydalanganingiz uchun o'z kapitalingizga. Uchinchisi bu efir. Agarda sizning portfelingizda efir tokenlari bo'ladigan bo'lsa, ularni Sonic blockchainiga ko'prik orqali o'tkazib, bu yerda aktivniy bo'lganingiz uchun to'g'ri 5% juda kam, lekin 5% dan tashqari siz pointlarni yig'asiz. Siz 3 oyning ichida airdrop olasiz. Agarda u efirlaringiz prosta birjada yoki hamyonlaringizda turganda undan foyda bo'lmaydi, lekin bu yerda saqlaganingiz uchun va aktivniy
foydalanuvchi bo'lganingiz uchun ular uchun 4x va 8x point olasiz va 3 oydan keyin iyun oyida airdrop olish imkoniyati bo'ladi. Bets DEX'ini ko'rib chiqdik. Bu yerda hozir efir tokenlarimni USDC ga almashtiraman va sizlarga stable coinlarda qanday qilib likvidnost berishni ko'rsatib beraman. Birinchi tranzaksiya bu approve. Siz smart kontraktga hamyonga dostуп berasiz. Ikkinchisi swap. Va aktivlarimiz hamyonimizda almashdi. Hozir sizlarga mana shu likvidnostni ochishni ko'rsataman. Hamma aktivlarim USDT tokenida eski videolardan bilishingiz mumkin. Agarda pul likvidnost bermoqchi bo'lsangiz, ikkita aktivda bo'lishi kerak. Sizni portfelingizda ikkita aktivni DEX birjada qoldirish uchun. Lekin bu yerda balanserning kopiyasi bo'lgani uchun balanserda siz bitta aktivni qoldirsangiz, smart kontraktning o'zi narigi aktivga uni almashtiradi 50-50 proporsiyada va sizga faqat daromad olish qoladi. Oddiyroq qilib aytganda. Bo'lmoqchi bo'lgan tokenlarni belgilaysiz. Mana 44 USDC va ularni birinchi hamyonga dostуп beramiz, boya aytganimdek. Keyin likvidnost qoldiramiz. Bo'ldi. Stake qilish kerak, sizga plus 10 bo'ladi, chunki siz olgan LP tokenlaringizni yana shu smart kontraktda qoldirasiz. Bu ma'lumotlarni o'zingiz kuzatib borishingiz mumkin. Misol, ko'rganingizdek $4 qo'ydim va hozir ishlab biladigan, ishlagan bir necha soniya ichida yig'ilgan summa bu 0.001. Endi buni claim qilib olishdan foyda yo'q, chunki kichkina summa, lekin o'sha summa ko'payib boraveradi. 0.1, 0.3, 0.5 bo'lib vaqt o'tgan sayin oddiyroq qiladiganimizda har bir blokchainda yangilanadi. Va siz xohlagan paytingiz kelib o'z aktivlaringizni yechib olishingiz mumkin va ishlab topgan daromadingizni ham yechib olishingiz mumkin. Bu DEX birjadan stable coinlaringiz bo'lsa foydalanishni va efirlaringiz bo'lsa foydalanishni maslahat beraman. Va airdrop olish niyatida bo'lsangiz, bu DEX birja eng yaxshi va oddiy yangi boshlaganlar, novichoklar uchun oddiy va tushunarli deb o'ylayman. Endi sizlar bilan ikkinchi strategiya haqida gaplashamiz. Bu lending market o'rin Sonic blockchainidagi lending marketlarning biri. Lending marketlar nima va ular qanday ishlash haqida отдельный video bor YouTube kanalda, uni ko'rishingiz mumkin. Shuni borish uchun bu yerda sizlarga hozir ikkita strategiya haqida aytib o'tib ketaman. Shunda общий strategiyalar soni 5 ta bo'ladi. Bets DEX'ida va lending marketida. Bu yerdagi strategiyalar nimalardan iborat? Ko'rib turganingizdek, bu yerda bir aktivni qoldirib ikkinchi aktivni olishni siz foydasiga qilsangiz bo'ladi. Misol, aktivni qoldirganingiz uchun sizga
protsent berishadi va boshqa protsenti kamroq aktivni olganingiz uchun kamroq protsent to'laysiz va oradagi farq bu sizni foydangiz. Bu yerda ham shuni amalga oshirsa bo'ladi, lekin bu yerda lending marketning o'zi sizga shu narsaga yo'l qo'yib beradi. Siz bitta aktivni o'rniga boshqa aktivni olib guruh qilishingiz uchun. Bu guruh haqida ko'p nima bor. Post tashlaganman. Telegram kanalda отдельный post bor. Bu lending market va Sonic blockchain haqida yozgan postlarimning birida. Hozir sizlarga misol keltirib ko'rsam, misol mana shu strategiya, meni o'zim mana shu strategiyadan foydalanaman. Hozir foiz sal ozgina tushdi pastroqqa. Foiz 28-25% edi. Bundan bir hafta 10 kun oldin hozir kamaydi, lekin bu degani foyda yo'q degani emas. Soat $30 qoldirsam, $30 evaziga men plicho olib turaman. Plicho olishim mumkin. Plicho bu yerda futuresdagida ishlamaydi. Futuresda siz plicho olasiz va aktivni bahosi tushib ketgandan keyin sizni likvidatsiya sliv bo'lasiz, oddiy qilib aytganda. Chunki siz olib qo'ygan aktivlarning bahosi tushdi. Bu yerda plicho stable coin olingani uchun va siz stable coinda garov qoldirib stable coin qarzga olib kelganingiz uchun bu yerda likvidatsiya degan narsani o'zi yo'q. Shuni inobatga olish kerak. Shu sababdan bu yerda siz qo'rqmasdan stable coinlaringizni qoldirib daromad olishingiz mumkin. Misol $30 qoldirdim va $190 qarz olyapman $30 evaziga. Va shu $190 menga yiliga 12% olib keladi. 12%. Ko'pchilikingizga hozir har blockchainda almashtiradi va 12% qayerdan kelib chiqqan? Mana o'zimni общий foydam 29.77. Ko'pchilikingizga 29.77. Lekin uni ichidan uni ichidan 18% olinadi. 18% bu olgan plichom. Hozir $190 olib qo'ydim qarzga. Shu $190 yiliga 18% to'lashim kerak. Bu sababdan lending marketning o'zi avtomatik tarzda sizga garov sifatida aktivingizni olib sizga qarz beradi va qarzni o'zi qoplaydi sizning foydangizdan. Siz faqat o'z foydangizni bilasiz. Bu degani 12% degani. Bu juda yaxshi ko'rsatkich stable coinlar uchun. Mana o'zim 25-28% paytida kirganman bu strategiyaga va airdrop chiqquncha shu strategiyada qolaman. Keyingi strategiyamiz bu efir bilan. Agarda sizda efir tokenlari bo'lsa, bularni most orqali, ko'prik orqali bu yerga, bu Sonic blockchainiga ko'chirib, bu yerda ham daromad qilishingiz mumkin. Ular hamyonida rosa turmasligi uchun hozir tashkilotda efir yo'q, shu sababdan ko'rsatishning iloji yo'q. Lekin boya stable coinlarda ko'rsatgan misolimda bu yerda ham shuni bilsa amalga oshirsa bo'ladi. Shu strategiyani bu yerda va bu yerda ham ikkita efir baholari bir-biriga bog'langani uchun likvidatsiya bo'lishining iloji yo'q. Chunki boya aytganimdek, sizning aktivingizni bahosi tushib ketgani bilan siz olib qo'ygan qarz ham bahosi tushadi. Ularning bahosi hardan bir-biriga teng yurishadi. Shuni inobatga olib, bu strategiya ham yaxshi foyda olib kelishi mumkin va kelajakda airdrop olish uchun sizga yordam berishi mumkin. Chunki dokumentatsiyani olib chiqish kerak. Dokumentatsiyadan yozib qo'yibdi, pointlar soni sizga airdrop olishingizga 100% kafolat emas. Chunki ko'p odamlar spetsialni airdropni olish uchun ketidan yugurishadi va Sonic Labs Foundation shuni payqab qolsa, sizni kошелёгingiz, adresingiz airdrop nimasiga kirmaydi, spiskga, ro'yxatiga. Va shu bilan videomiz oxirlab qoldi. Videoda siz tushunmagan yoki bilmagan narsalaringiz bo'lsa, ularni
kommentariyada yozib qoldiring. Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'ling.